Assalomu alaykum hörmətli anlıqçılar. Xeyirli gündə. Yazğıcı Yasincan Sadiq Coğlanның Bahadırnamə namlı romanının davamıga qulaq sağaysızlar. Şu günlərdə xanaqqa seliş bahanəsi bilan rəsədxana quruluşuna tosqunluq qılıyatqan İşan Şeyx Nizamiddin Xamush bilan qattiq arazlashib qalğan Mirza Ulug'bekning ko'ngli to'limi parakanda edi. Gerçi saltanat sürgü dayanıp rəsədxana quruluşu o'rnini egilib olgan murdil hidoyatchilarni qo'g'lab etgan, jahillik qilgan, qarshilik ko'rsatganlarni tutib zindonga tashlab, ularni rəsədxana qurilishiga qayta to'sqinlik qilolmaydigan qilib etgan bo'lsa-mu, ammo bu ish Samarqand shahrida yomon ta'sir paydo qilgan edi. Xon bilan tang turishga petinolmagan Ishon Shayx Nizamiddin Xamush g'oyibdan olgan vahiy, tushida ayon bo'lgan bishorat, e'tikobxonada ko'rgan kashfu karomatlarini targ'ib qilib, Mirza Ulug'bekni dahriy murtadlikda ayblab, rasadxonadan iborat kupur dargohining Samarqand xalqiga keltiradigan balo qazolarini sharhlab, bo'lishiq fitna fasod tarqatgan edi. Ishonning juldir kepan qalandar siyoh darvish so'pilarining zindonga tashlanganligini o'z ko'z bilan ko'rgan shahar aholisi bu fitna fasodlarga ishinib qolgan, o'rdiga mo'tabar obro'li kishilardan vakil avatib, Mirza Ulug'bekdan rasadxona qurilishini to'xtatib, xonaqo selishga ijozat berishni talab qilishgan edi. Shu sababli rasadxonaning buzib vayron qilib etilgan ulini qaytadan yasash tasga to'xtavatdi. Bu xafachilik oz kelgandek, Samarqand shahrining hokimi Miranshah Do'rg'a ha desa Qashqar amiri Piroji Muhammad Shoyasti ustidan shikoyat qilib, Mirza Ulug'bekning beshini og'ritdi. Mana bugun atiganlik qo'bildimi, taxtning poyisini quchoqlab yotgan Miranshah Do'rg'a potli manqisini eqitib yig'lig'inicha dodxo'rlik qilyotdi. Adolatlarga sig'inmoqdan boshqa ilojim yo'qdir, on hazratim. Bizga ega bo'lg'aylar. Ul Piroji Muhammad Shoyasta inim Sodiqxonning Mo'g'uliston xoni Uvaysxonni o'ltirib ko'rsatgan ajr to'pisiga hasadxo'rlik qilib, xon yorliqi bilan Qashqarga kelgan inimning lashkariy huquqini cheklash, o'rdadagi izzat obro'yining o'sib ketishining oldini olish uchun qashqarliklar bilan ostirdan til biriktirib, inimning hayotiga qasd qilgan o'rinlardan tursizlar janob amir, dedi Mirza Ulug'bek bezorlik bilan. Yana ul ishlarni tahqiqlash uchun Qashqarga avatgan xonlik mufattishining ma'lumotini saqlaydi. Dalil isbotsiz arz g'avg'o behojatdir. Dalil isbot mana muborak nazarlardan o'tkazgaylar, dedi Miranshah Do'rg'a qo'ynidan purilishib ketgan bir parcha qog'ozni elib. Bu marhum jannat makon inim Sarkarda Sodiqxonning kamini og'isiga yo'llagan shaxsiy maktubidir. Maktubda yozilishicha, Piroji Muhammad Shoyasta Qashqarlik qotil Qoraqul Ahmad Mirzaga haj safariga xarajat qilish bahonasi bilan xazinadan nurg'un oltin kumush bergan ekan. Endi bildikki, bu hargizmi haj xarajati emasdir. Piroji Muhammad Shoyasta mushuni bahona qilib, uch-qashqari qotil yollagan. Ul badbaxt qotil Piroji Muhammad Shoyasta bergan oltin kumushni olgandan keyin Makkaga safar qilmagan. Oradan uzun o'tmay lashkargohga yo'shirun kirib, inimning joniga qasd qilgan. O'ylab baqsinlar oliylari. Piroji Muhammadda kuchlik yo'lanchiga bo'lmasa, ashundoq qilishga ketinalarmidi? Mirza Ulug'bek o'sha chog'da Samarqandga yo'lab kelingan qotil Qoraqul Ahmad Mirzani savol so'roq qilmayli o'limga buyrug'iniga qattiq pushaymon qildi. Biroq Sodiqxonning Qashqar amiri Piroji Muhammad Shoyasti ustidan shikoyat qilib yozgan bu shaxsiy maktubi bilan bu qotillikning ustidan hukm chiqarish, Piroji Muhammad Shoyastini jazolash uncha oqilonalik emas edi. Shu chog'larda Mirza Ulug'bek har ikki amirning bir-birining ustidan shikoyat qilib yozgan arzlarini topshirib olgan edi. Har ikkilisining bir-birini ayblab ko'rsatgan o'rinli sabablari bor edi. O chog'da Mirza Ulug'bek buni ikki amirning o'ttirisida yuz bergan kichkin surkilish deb ancha parvo qilib ketmagan edi. Endilikda Asiyodi rasadxona qurilishida qolgan Mirza Ulug'bekning bu qotillikni shaxsan tahqiqlab,
mulohiza yurgizishga hafsalasi yo'q edi. U Qashqarga avatgan ordu mufattishining tekshirib chiqargan yakunini kutishni, shuningga qarab ondan hukm chiqarishni ko'ngliga kutgan edi. Biroq Miranshah Dorg'a 2 kunda bir g'avg'o ko'tarib, yig'lab, dard to'kib, Mirza Ulug'begning ko'nglini parakanda qiladi. Albatta Mirza Ulug'beg Miranshah Dorg'ani ayblamaydi. Sabirjonlik bilan nasihat qilishga majbur bo'ladi. Qashqar Mirza Ulug'begning yana bir boshog'riqi bo'lib qolgan edi. Shundaqdimi u Qashqardan hargiz voz kechmaydi. Qashqardan iborat bu katta shaharni tasarrufiga ilib hukmronlik qilish xonlik saltanatining obro'yini yuqori ko'tardi deb hisoblaydi. Har qitim Hirotdagi dadasi Shohrux Mirzaning ordusiga borganida Hirot amirlari oldida Qashqarni tasarrufiga olganidan maqtanardi. Shuningdek, uning nazarida dunyodagi yagona degidek obida qurilishi hisoblanadigan rasadxona bino qilishmi ilm ahlilari oldida maqtangudek katta ish hisoblanadi. Ammo Mirza Ulug'beg rasadxonani maqtanish uchun emas, o'zi ishtiyoq bog'lagan butun vujud bilan berilgan tadqiqotlar uchun soldirib Rasadxona qurilishining ha deganda to'sqinlik uchrashi Eshon Shayx Nizomiddin Xomushning fitna fasod tarqitib avomni quturtishi, buni Miranshah Dorg'aning bo'lsa xonning g'imini yengillatmakda yo'q, ha desa Qashqar Piroji Muhammad Shoyist ustidan shikoyat qilishi uning qattiq ichini pushirgan edi. Shu taqda Mirza Ulug'beg Miranshah Dorg'ani silkib etishdan o'zini aran tutib o'ltiradi. Olam panohimizga ma'lum bo'lg'ay. Shohnishiniga kirib kelgan Hudaychi begning ovozi Mirza Ulug'begning diqqatini chechibdi. U nazarini Miranshah Dorg'adan Hudaychi begga og'dirdi. Nemish? O'zini Mo'g'uliston xoni Sulton Uvays xonning cho'ng xonzodasi deb atagan Yunus bek ismli bir yigitchaq oliylarga aytadigan arzim bor deb shahar sirtida saqlab etibdi. Mana Arzxo'rdan yana bir paydo bo'ldi. U shuncha yiroq Turpan shahridan nima deb kelgandir? Dadasining o'limi uchun arz qilib kelganmidi ya? Rostli Sulton Uvays xonning xonzodasi bo'lsa qabul qilmay bo'lmaydi. Mirza Ulug'beg xiyolini yig'ishtirib Hudaychi bekka qaradi. O'z yolg'izmikan? Yo'qsa qibligahim, yanada 2-3 mingcha odami bor. Hammasi Mo'g'ulistonlikda qiladi. Yani texi Türkistan Amir Şeyh Nuriddinning ishki elchisini birga kepti. Ular adolat panohimizning taxtigahini seg'inib, ulpan ilib kelganmish. Necha yildan beri bizga itoatgarligini sunishdan bosh tortgan Turkiston amirining tuyuqsiz ulpan topshirg'isi kelib qoldi ya. Aras. Esim qursin. Kuyog'li bo'lmish ul Sulton Uvays xon qazo qilgandan keyin yo'lanchikidan ayrilib biz bilan qaytadan orni yaxshilamoqchi bo'pti-da. Ulpan topshirishdan boshqa muddasim bordir balki. Ol Turkiston elchilari orduga kirib saroy sirtida saqlab turg'ay. Mo'g'uliston xonzodasi Yunus begni huzurimga boshlab kirsinlar, deb amr qildi Mirza Ulug'beg. Mo'g'uliston xonzodasining orduga qadam bosishi yaxshilikning bishorat emasdir, oliylari. Dedi Miranshah Dorg'a o'rnidan turib. U inisini o'ltirib etgan Qashqarliklarga, xususan barliq Mo'g'ulistonliklarga qattiq adovat tutgan edi. Uni qabul qilmayli tasarrufimizdan qo'g'lab chiqarganlar afzal edi. Mirza Ulug'beg o'y fikrini bilib baxmoqchi bo'lgandek boshqa amirlarga qarab qo'ydi. Shayxul Islom Burhoniddin ko'zni yerim yumg'unicha tasbih serib o'ltiradi. Lashkariy divanning Amir Kabiri Amir Sulton Jonbar gap qilish uchun og'zini o'mallab yana to'xtab oldi. Qora divan begi, ishkog'isi, Ordi Yasavullah Amir qatorliq yuqori darajalik amirlarning chiroyidan Miranshah Dorg'aning so'zini quvvatlaydigandek bir xil ifoda chiqib turadi. Odatda to'limi so'zman, xondan boshqalarga oldirab gap bermaydigan Xo'ja Sharif Qashqariyning chiroyi totirib ketgan edi. Mo'g'ulistonga oid har qanday xabar uni ana shunday vahima tashvishga solib qo'yapti. Meningcha Hokimbek janoblarining tavsiyasi o'rinli.
dedi Xo'ja Sharif Qashqari kalta yutilib qo'yib so'z boshlab. Ta'mimcha Sultan Uvaysxonning xonzodasining ushbu muborak dargohga kelish muddasi faqat birla. U dadasining o'limi uchun da'vo qilmoqchi. Janob Qibligahimning bundaq ishlarga e'tibor qilmagani afzal. Xo'ja Sharif Qashqari bir tarafdan Miranshah Durg'uni qo'llab, uningga xushomad qilsa, yana bir tarafdan Xonzoda Yunusxon bilan ko'rishib qilishdan o'zini qochiryotdi. Dargohimizda sig'inib kelgan har qanday toifa allat tamom adolatimizdan nesiba og'ay. Dedi Mirza Ulug'bey Xo'ja Sharif Qashqarining so'zlariga e'tiborsiz qarab. Allat tamom degani har doim, har zamon degan so'z debdi o'zi hatto. Shuncha yiroqdan arz qilib kelguchining ikki qo'z gapini anglab boqmayli yuziga ishik yopsaq, adolatimizga xo'p kelmas. Buningdan xabar topqanlar, qaranglar, Mirza Ulug'bekdek katta hukmdor o'zga elning xonzodasi bilan ro'bro kelishdan o'zini qochirib, bir piyola chayni ayabdi deb fitna qilishib. Avval nima deydiganligini bilib boqayli. Miranshah Durg'a noroziligini ifodalab tumshuq so'zdi, lekin yana gap qilishga petinolmadi. Bir cho'gin choy qaynamachilik vaqti o'tganda Xonzoda Yunusxon o'daychi bekka ergishib saroyga kirib keldida hashamatlik taxtda o'tirgan Mirza Ulug'bekka o'ng qo'lini ko'krigiga ilib turib salom berdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, dedi Mirza Ulug'bek salomni o'ltirgan betichili ilik elib. U Yunusxonning qo'l bog'lamay erkin ozoda turg'uniga alohida diqqat qildi. Kaminalari Buyuk Mo'g'uliston elining xoqoni marhum Sulton Uvaysxon oliylarining cho'ng xonzodasi Yunusxon, adolat panoh Mirza Ulug'bek oliylarining oltin bo'ylariga esanlik, buyuk saltanatiga osoyishlik tilayman. Endi 13-14 yoshning qarasini olgan kichkina yigitning salmoqligi, esil zotlarga xos so'lgiti va tarbiya ko'rgan kishilarga xos adablik iboralari Mirza Ulug'bekning qoyilligini qo'zg'adi. Shu daqiqada ko'z oldiga o'zining cho'ng xonzodasi Abdullatif Mirza keldi. Abdullatif Mirza Yunusxondan bo'y bastimi, yosh qo'ramdimi cho'ng edi. Ammo texchi bolaligini, tantakligini tashlamagan Abdullatif Mirzaga selishtirganda o'zini to'limi tamkin, salmoq tutib turgan Yunusxon xuddi cho'ng odamni kichiklatib qo'ygandek tuyg'u beradi. Mirza Ulug'bekning vujudini bir tunda hasad cho'lg'ib oldi. Xo'sh, Xonzodaning shuncha yiroq joydan haraj tortib dargohimizga kelishining boisi nima ekan? Garchi kaminalari martabasiz xonzoda bo'lsa-mu, oliylari izzat ko'rsatib, bu dargohga qadam keltirishga ijozat bergan ekan, albatta o'ltirishga joy berishi kerak-ku deyman. Mehmonga joy ko'rsatish ushbu izzatning jumlasidan ekanligi oliylarining esdan chiqib qolgan bo'lsa kerak. Mirza Ulug'bek Yunusxonning bundaq deyishini xiyoliga keltirmagan edi. U Yunusxonni odatdagi bir arz-dod etib kelguchi hisoblab xatolashganligini, uning bir kichik bola bo'lsin, yana xonzoda ekanligini his qildi-da, xijil bo'ldi. Shu topda Yunusxon o'zining mehmon ekanligini, mehmonga tushliq izzatlanishi kerakligini eskartib, Mirza Ulug'bekni tamtirtib qo'ygan edi. "Yo hazrat, uni kichik ko'rib bo'sh chaqlamasam bo'g'dik. Darhaqiqat Sulton Uvaysxonning xonzodasi, büyük qolgan Chingizning nasli bo'lishga munosib ekan. Mo'g'ulistonliklarning hammasi shundoq jasoratlikmidi? Hammamiz bir qavm qarindosh, yiltizdoshmiz-u. Nemish mening farzandim undaq emas? Samarqandda yashagan bilan Turpan, Qashqarda yashaganning farqi shundoq cho'ng bo'lamdigandi. Amaliyotda gap o shaharda emas, tarbiya ilish boshqada. Farzandi bundaq bo'g'iniga qaraganda Sulton Uvaysxonning o'zi qandaqroq kishi bo'libdi. O'sha vaqtda uning menga qon qarindoshligini,
nasabdosh yeltizdoshlikni samimga selib yozgan xetiga e'tiborsiz qaramasam, ko'rishib didor muloqotda bo'lsam bo'pti ekan. Xonzodaga joy rastlanglar, dedi Mirza Ulug'bek. Xonning Yunusxonga alohida iltifot ko'rsatganligiga norozi bo'lgan Miranshah To'rga ta'tir qarab oldi. Xo'ja Sharif Qashqariyning beshi bo'lsa, maydasiga tushib ketgan edi. Adolat Panohxon oliylarining himmatiga tasanno. Yunusxon Mirza Ulug'bekka tavazzu bilan salom berib o'tgandan keyin o'zi uchun alohida qo'yilgan kursida o'tirdi. Ondan dadasi Sulton Uvaysxon qazo qilgandan keyin o'rdada yuz bergan voqealarni qisqacha bayon qildi. Oba ajdodlarimizdan qolgan udum va saltanat yusuni bo'yicha bo'lganda u turpan taxtigohi menga mas'ul bo'lish kerak edi, dedi Yunusxon maqsadga ko'chib. Biroq jannat makon xon otamning yaqin mahramlari bo'lmish Ulusbegi Mir Muhammad Shoh bilan Amir Kabir Saydali olib o'z jamoatidan bo'lgan inim Isom Bug'oxonni taxtda o'tirg'izib saltanat yo'sunini buzdi. Shul boisdan vatanni tark etib, Janobi Olam Panohning dargohiga sig'inib keldik. Oliylari adolatni yoqlab, taxtigohimni qo'limga ilishimga hamdamda bo'lishlarini iltimos qilaman. Mirza Ulug'bek Yunusxonning otasining o'limi uchun da'vo qilib emas, inisidan taxt tortib olish uchun yordam so'rab kelganligini bilib, ha deganda nima deb javob berishni bilmay turib qoldi. Albatta bu mundaqla javob beradigan ish emas edi. Atrofliq o'ylanmasi bo'lmaydi. Uning ustiga ayni yili Hirotga berish yo'lida ichirqab ketgan yo'lbosni o'z yolg'iz o'ldirgan Saydali olibni Mirza Ulug'bek faqatla esidan chiqarmagan edi. Saydali olib o'xshash devidek bastlik, kuchtungur ham farosatlik raqibga osonlikcha taqobil turg'il bo'lmaydiganligini obdan biladi. Shu daqiqada Yunusxon uningdan o'sha Saydali olibga qarshi lashkar tortishni iltimos qilyotdi. Saydali olibning ahvoloti haqida oz to'la xabarimiz bor. Biroq Ulusbegi Mir Muhammad Shoh degani kim bo'ladi? Saydali olib bilan ikkisining munosabati haqiqatan shundoq yaqinmi? So'radi Mirza Ulug'bek Mo'g'uliston ordusining ichki ahvolini bilib beqish uchun. Mir Muhammad Shoh inim Isom Bug'oxonning validasi Kuntra xonisining otasidir. Saydali olibning otasi bo'lsa, marhum Said Ahmad Mirza bo'lib, o'z vaqtida Qashqarga amir bo'lgan ekan. Mir Muhammad Shoh bilan Said Ahmad Mirza og'i ini bo'lib, Ulusbegi Xudoydat hazratlarining o'g'illaridir. Mir Muhammad Shoh Saydali olibga tog'i keladi. Aslida ish mundoq ekan-da, dedi Mirza Ulug'bek o'ychanlik bilan. Shu daqiqada Mirza Ulug'bek buningdan 2-3 yil muqaddam haj safariga mangan Ulusbegi Xudoydat bilan ko'rishganini esiga oldi. Shu yili hech kim bilan xo'shlashmayli haj safariga mangan Ulusbegi Xudoydat Samarqanddan o'tishida bir necha kun to'xtagan edi. Nomi Mo'g'ulistonda emas, butkul Mavara-un-Nahir, Farg'ona, hatto Xuroson vodisiga mashhur bo'lgan bu peshqadam sarkardining Samarqandga kelganlik xabari atsla Mirza Ulug'bekning quliqiga yetdi. Mirza Ulug'bek lashkariy ishlarda buzrukvor bo'lsa Amir Temur ko'ragandan qolsa Ulusbegi Xudoydatga alohida havas qiladi. U ota-bovlaridan, ustozlaridan, peshqadam sarkardilardan Ulusbegi Xudoydatning sadoqatman, mard odam ekanligini, Chingizxon davridagi qonun yasoqlarni intayin pishiq bildiganligini, jangbozlik mahoratiga emas, lashkariy yurishlardagi saf tuzish, qo'shin o'rinlashtirish, qarorgoh joylashtirish ishlariga va turli lashkariy tadbirlarga to'lma puxta ekanligini, To'g'liq Temirxon vafot bo'lgan vaqtda tog'asi Amir Qamardan To'g'liq Temirxonning 18 xonzodasini o'ldirib isyon qilganda hayotining xavf uchirishiga qaramay To'g'liq Temirning eng kichik xonzodasi Xizr Xo'jaxonni qutuldirib, tog' o'nkirlarda, cho'l jaziralarda 12 yil yo'shirib, Amir Qamardan o'lgandan keyin To'g'liq Temirning taxtiga o'ltirg'izganligini
Şu yusunda Toğluq Tömür avlodidan Sultan Uvaysxonga kelgicha 6 xonzodani parvarish qilib taxtga o'ltirg'izganligi, o'zi bo'lsa ularga sadoqatmandlik bilan xizmat qilganligi haqida nurg'un yaxshi ta'rifini, fazilatini anglagan edi. Shu sababdan qalbining bir yerlarida kunlarning birida Ulug'bek Xudoydat bilan ko'rishib, didor muloqotda bo'lish orzusi bor edi. U Amir Xudoydatning Samarqandga kelganlik xabarini anglash bilan darhol Ulug'bekga tushgan qilgan saroyga berib salom berdi. Hurmat ehtirom bilan o'rniga taklif qildi. Ulug'bek Xudoydat Mirza Ulug'bekning o'ziga bu darajada ko'rsatgan hurmat ehtiromiga yuz kelmay o'rniga berishga majbur bo'ldi. Barliq o'rda arkonlari Amir Xudoydatning oldiga kelib bir-birlab ko'rishib chiqdi. Ashu amirlarning orasida Xo'ja Sharif Qashqariymi bor edi. U tatargan, o'diqqan, tamtirgan holda "Assalomu alaykum" degunicha kelib Ulug'bek Xudoydatga qo'l tangdi. Lekin Xudoydat uning ko'zlariga tikilib bir qarab o'tgandan keyin ko'rishish uchun qo'l bermadi. "Kechirsizlar, Amir. Gerçi musulmonlarchilikda salom berish farz, ilik ilish qarz bo'lsa-mu, o'zlarining bergan salomlarini zinhor ilik ololmasmi? Shu topda Mavara-un-Nahir saltanati, Buyuk Mo'g'uliston saltanatiga dushman turqliq, ularning hukmdoridan tortib amirlarigacha bergan salomni ilik olaliyu, nemishqa mening salomimni ilik olmaydilar deb o'ylayotganlari cho'qim. Shuni bilib qolsalarki, o'z vatanini o'zgalarga munqaris qilib bergan munofiq sotqindan raqibmi ming hassi yaxshidir. Men ikki haramni tavob qilish uchun saltanat ishlaridan qo'l uzganman. Shul boisdan o'zlariga bundan ortiq so'z qilish yo'lim yo'qdir. Eng yaxshisi izzatlarini saqlab o'ltirsinlar. Xo'ja Sharif Qashqariy po'kanda qizarg'inicha zuvan suranmadi. Mirza Ulug'bek Ulug'bek Xudoydatning bu so'zlarini anglamaganga selib oldi. Yuqori darajalik bir qancha amirlarni va Mirza madrasasidagi olim ulamolarni qatnashtirib Xudoydatning sharifiga katta ziyofat berdi. Ziyofatda o'tgan xon podshohlar haqida, bir necha qitimliq mashhur lashkariy yurishlar haqida keng kushada suhbatlashdi. Ko'z qarashlarini bildirishdi. Mirza Ulug'bek Ulug'bek Xudoydatni Qashqar haqida eg'iz ochdi deb faraz qilgan, eg'iz ichib qolsa qandoq javob berish haqida tayyorlik ko'rib qo'ygan edi. Lekin Ulug'bek Xudoydat Qashqar haqida faqat eg'iz ochmadi. Hatto Mirza Ulug'bek ikki elning munosabati haqida so'z ochganda kechirsizlar oliylari. Kaminalari ikki haramni tavob qilish uchun saltanat ishlaridan qo'l uzganman. Bilgilar bo'lsa Turpan taxtigohiga elchi avatkayla deb gapni uzatdi. Ziyofat oxirlashmayla Ulug'bek Xudoydat mengishga oldirdi. Lekin Mirza Ulug'bekning uni oldirib qo'yayotgisi yo'q edi. Xudoydatning qat'iylik chiqib turgan ko'zlariga qarab, noiloj biror 2 kundan keyin deyishni ko'ngliga tutgan muddasini oshkorlashga majbur bo'ldi. Ulug'bek hazratlaridan o'tinadigan kichikkin iltimosim bor edi, dedi Mirza Ulug'bek tavazu bilan hurmat bildirib. Bilmadim, hazratlari qabul ko'rarmikin? Quluqim o'zlada, dedi Ulug'bek Xudoydat dargumanda bo'lib. Mirza Ulug'bek bir necha daqiqa o'ylanib olib eg'iz ochdi. Baboy buzurgimiz bo'lmish buyuk qog'on Chingizxonning to'ri qoidasini, o'rda ahkomlarini, saltanat qonunlarini hech kim sizlardek yaxshi bilmaydi. Mumkin bo'lsa, hazratlari Samarqandda bir necha vaqt turib, ul qoida ahkomlardan bizga ta'lim bergan bo'lsinlar. Ulug'bek Xudoydat Mirza Ulug'bekning ko'ziga qarab turib so'radi. Oliylari, baboy buzurglari bo'lmish jannat makon Amir Temur sohib Qur'on hazratlarining tuzuklarini o'rganmabdilar-da? Amir Temur tuzuklarini albatta o'rgangan, dedi Mirza Ulug'bek biroz xijil bo'lib. Biroq Chingizning to'ri qoidalarini, ahkomlarini o'rganay degan edi. Chunki ul qoida ahkomlarni saltanat ishlarimiz zarur deb qarayman.
Ulug'bek Xudaydat keskinli javob berdi. Amaliyotda Chingizning to'g'ri qoidalari Amir Temurning tuzuklariga yetmaydi. Chunki Amir Temur tuzuklariga muqaddas diniy islomning shariat ahkomlari chambarchas bog'lanib ketgan. Menimcha, oliylari yana Amir Temur tuzuklarini puxta mutolaa qilgani afzal. Men bo'lsam Chingizning to'g'ri qoidalarini yomon ko'rib, Rasulullohning shariatiga kirganman. Ulug'bek Xudaydat biroz turib olib yana davom qildi. Oliylarni yolg'iz shariat ilmidil emas, boshqa turli ilmlardami kamolatga yetgan olim, donishmand, fozil kishi deb bilaman. Magarki oliylari taklifimni qabul ko'rmay, yanada Chingizning to'g'ri qoidasiga maftun bo'lsalar, bo'pti. Oni o'gitib qo'ysam qo'yay. Lekin o'gitib qo'ygandan keyin hajga bormay, kaynimga yenib ketaman. Chunki kaminalari ikki haramni tavob qilish orzusida Sultan Uvaysxon oliylaridan ijozat olmayli yo'lga chiqqanman. Shariat ahkomlariga yot bo'lgan Chingizning to'g'ri qoidalarini targ'ib qilib turib qilgan haj savobni Janobi Haqning maqbul ko'rishi notayin. Mirza Ulug'bekning og'zi tuvoqlanib qoldi. Degan gapiga pushaymon qildi. Ko'nglida Ulug'bek Xudaydatga bo'lgan hurmati hassilab oshdi. Uni izzat ikrom bilan uzitib qo'yishga majbur bo'ldi. Xonzoda Yunusxon Mirza Ulug'bekning cho'nqur xiyolga petib ketganini ko'rib, xiyolini chalg'itish uchun yengil yutilib qo'ydi. Adolat panoh yor yurakli bo'lishga ma'qul bo'lsa, kaminalari Mo'g'uliston saltanatining xonzodasi bo'lish salohiyatim bilan vatanimdagi avom ra'iyatni harakatga keltirib, taxt saltanatni qo'limga ilishga bel bog'lagan bo'lardim. Chunki oliylarning rag'bati biz uchun cheksiz kuch-quvvatdir. Mirza Ulug'bek xiyoldan bosh ko'tarib, Xonzoda Yunusxonga qaytadan nazar tashladi. Burutlari endi maysi bo'lishga boshlagan yigit xuddi uzun mezgil saltanat ishlariga aralashgan odamdek so'zlaydi. Bilishimcha, Turkiston Amir Shayx Nuriddin janoblari Xonzodamga ona taraf boboyi buzruk bo'ludi-ku deyman. Mirza Ulug'bekning bu savolining taktiga yetolmagan Yunusxon qisqacha javob berdi. Shundoq oliylari. Acaba Xonzodam yordamni boboyi buzruklari bo'lmish, u Turkiston amiridan so'ramay, shuncha yo'l mengib kelib bizdan so'rab qaplogu. Yunusxonning qo'llasidan Turkiston ordusida bo'g'isining qilgan gaplari loppida kechdi. Uningga Mirza Ulug'bek bo'g'isining ikki elni yig'iliq qisib qo'yib, oradan foyda elish hiylesini bilib qolgandek tuyulib, sal g'uduqdi. Shundaqdimi chandırmaslik tirishib javob berdi. Ul boboyi buzrukdan yordam so'ragan edim. Ammo u Mavara Unnahir saltanatining yordam madadisiz bu ishni vujudga chiqarish mumkin emas deb oliylarining muborak dargohini tavsiya qildi. Aros. Yunusxon darhol qo'ynidan bo'g'isi Amir Shayx Nuriddin yezib bergan maktubni olib Mirza Ulug'bekka tangladi. Mana bu Turkiston amirining oliylariga yezib bergan maktubi. Muborak nazarlardan o'tkazgaylar. Hudaychi beg Yunusxonning qo'lidan xatni olib Mirza Ulug'bekka yetkazib berdi. Mirza Ulug'bek Yunusxonga loppida qarab qo'yib, xatni tezli o'qib chiqdi. Shu topda Xonzoda Yunusxonning maqsadini bilgandan keyin Mirza Ulug'bekning ko'nglidagi tugishlar birdan yeshilib ketgan edi. Amir Shayx Nuriddin maktubni xilil ustaqlik bilan yozgan bo'lsa-mu, Mirza Ulug'bek bir o'qibla Turkiston amirining maqsadini bilib olgan edi. Hiylagar tulki. Navrisi orqali meni oldirmoqchi bo'pti-da. Men Navrisining toji taxtini ep berish uchun Mo'g'ulistonga lashkar tassam, o'zi Turkiston jangilida eshak baqamdikan. Gepining chiroyliligini ko'rmamdigan tex. Ikki elni jangi jidalga sep qo'yib o'ttirdi naf olmoqchi bo'lganligini kim bilmaydi.
Moğolistanğa leşker tatsammo, en avval Türkistan'ı kolumga elip ondan leşker tatma. Biroq hozir Moğolistanğa leşker tatishning payti emas. Qashqarning ovargarchiligimi yetib eshib turibdi. Samarqandda ko'rilgan rasadxona g'avg'osi cho'tex. Bu g'avg'oni hargiz kichik chog'lig'ili bo'lmaydi. İşan Şeyh Nizam'dan xamuş boş adam emas. Hadis qutratqulik qilib, avam ra'yatni qo'zg'ab qarshi chiqish ehtimoli nihoyatda cho'ng. Bu saltanat uchun yoshirin xavf. Qashqarda 2 tuman lashkar turg'izib, Samarqandning lashkariy kuchi xeyli ojizlab ketdi. Yengiltaklik qilmagan tuzuk. Allah xolisa rasadxonani bitirib olmay turib hargiz lashkariy yurish qilmayman. Biroq Amir Shayx Nuriddinning nuqlisini ozroq ep qo'ydigan ish edi. Boy Hudaychibek elchilar orqali o'lpon avatibdi devatgan. Qanchalik o'lpon avatgandi? Ol heligar Amir hargiz necha yillik o'lponlarni biroqli topshirmaydi. Ozg'ini bir nas avatib meni oldirmoqchi. Ilmiy kirlarga ishondirmoqchi. Shu orqali meni Mo'g'ulistonga lashkar tortishga ko'ndirmoqchi. Men undaq qozonga mundaq cho'mish qilib, ustadlik qig'iniga to'yg'izaymikin. Mono navrisini yenimda nazarband qilib, kamqib qolgan necha yillik o'lponlarni to'liq topshirishga majburlaymikin. Shu chog'da qanday qiladi ekan qani? Tadan tulki tumishqidan ilinar degan mushu shuda. Xiyoldan bosh ko'targan Mirza Ulug'bek javob kutib turgan Xonzoda Yunusxonga so'g'uq nazar tashladi. Shu hamon Yunusxonning badani shurkib ketdi. A'zoyini so'g'uq ter bosdi. Tuyg'usi allaqanday bir xavfni sezgan edi. Shundaqdimi ishki tuyg'usini yoshirib, o'zini tamkin tutishga tirishdi. Xonzodam Samarqandga yolg'iz keldimikin? Yo'qsa oliylar 3000 ga yaqin hamrohlarim bor. Javob berdi Yunusxon Mirza Ulug'bekka umid bilan qarab. Ular Xonzodamning navkarlari-kanda. Navkarlarim oz. Tangdan to'lisi turpandan kaminalarga agashgan ra'yatdir. Oziq-tulikimiz, xarj-xarajimiz tugab ketganligi uchun shu topda ular bir to'g'ram nonga to'limi muhtojdir oliylari. Mumkin bo'lsa ularga oziq-tulik berilgan bo'lsa. To'la obdan, dedi Mirza Ulug'bek o'ylanib turmaydi. Xonzodam chiqib o'rda takixonasida orom elib turg'ay. Qoldi ishlarni maslahat qilib javobini bergaymiz. Birlik kelgan ul ra'yatning holidan xabar elib, har bir o'ylikka ayrim ta'minot tayin etgaymiz. O'rda takixonasi degani o'rda mehmonxonasi deb izoh etdi. Yunusxon das o'rnidan turib minnatdorligini bildirdi. Oliylarning himmatiga tasanno. Yunusxon saroyning sirtida saqlab turgan xos navkarga Mirza Ulug'bekning va'dasini yetkazib, uni shaharning sirtida saqlab turgan hamrohlarining qishig'i berishga buyurdi-da, o'zi Shig'ovul Amirning hamrohligida o'rda takixonasiga qarab mangdi. Shig'ovul Amir degani chet ellik mehmonlarni kutishga mas'ul amir deb izoh etdi. Amir to'qmoq barlas, dedi Mirza Ulug'bek o'rda Yasovul Amirga qarab. Labbay oliylari, deb qaddini rusladi Amir to'qmoq barlas. Xonzoda Yunusbek qattiq ta'qib ostiga iling'ay. Ammo salomatligi, bexatarligiga kafolatlik qiling'ay. Ehtirom bilan muomala qiling'ay. Bosh ustiga. Amir to'qmoq barlas farmonni ijro qilish uchun chiqib ketdi. Ol Turkiston elchisi kirgay, dedi Mirza Ulug'bek. Ayol o'tmay Irazon borim bilan Mirak Turkman saroyiga kirib keldi. Boyatın beri nima uchun o'zlarini saroyning sirtida saqlatganligini bilmay taajjublangan ikki amirning chiroylari tashvishlik edi. Assalomu alaykum, dedi ular Mirza Ulug'bekka egilib salom berib. Va alaykum assalom, dedi Mirza Ulug'bek chiroyini ochmay surko'sdi. Irazon borin har qancha bo'lsa-mu
Mirza Ulug'bekni o'ziga ochiq chiroy ochidi, og'zining uchida bo'lsin ahvol so'raydi, quduliqning hurmatini qilmay qo'ymaydi deb o'ylagan edi. Biroq Mirza Ulug'bekning alpozini ko'rib, birdanla ruhi tushib ketdi. Xatolashganini his qildi. Shundaqdimi o'zini tamkin tutishga tirishib eg'iz ochdi. Bizlar kim Turkiston amirlaridan olam panoh Mirza Ulug'bek oliylariga ehtirom bo'lg'ay. Muborak dargohlariga posibonimiz Amir Shayx Nuriddin oliylarining behisob salomi bilan oz bo'lsin 2 yillik o'lpon pishkashlarni elib keldik. Shuncha yil yo'qab ketib, endi bo'lganda aran 2 yillik o'lpon ib kelishdimi, janob amirlar? Dedi Mirza Ulug'bek ularga qilchilik yuz xatir qilmay. Ol posibonlari gadinida oz deganda 10 yillik o'lpon borligini bilmamdikan. İki amir titirginicha texmi bak egildi. Yanında İrazan barın eg'iz etishga majbur bo'ldi. Tasarrufimizda uda bir necha yil qurg'oqchilik bo'lib, yayliqlar qurib, zar-ziroatlar o'xshamadi. Posibonimiz Amir Shayx Nuriddin oliylari bu ahvolni olam panohga tushuntirishimizni, qolgan o'lponlarni kelar yilning oxirigacha qoldirmay, to'liq topshirganligimizni yetkazishimizni topilgan edi. Bas, ortiqcha sabab ko'rsatib tillarini chaynamasinlar, dedi Mirza Ulug'bek qo'lini silkib. Ol Amir Shayx Nuriddinning qo'rsqida qandoq jin borligi bizga ayon. Berib so'zimizni yetkazsinlar. To'liq ustadlik qilaman deb avor bo'lmasin. Navrisi bo'lmish Yunusbekning toji taxtini elib berish uchun biz Mo'g'ulistonga lashkar tatqudakmiz o, ammo o'zi bir chetda turib tomosha ko'rgidak. Bu jahonda nadimi ashundaq ahmoqona ish bor ekan? Men Mirza Ulug'bekni kim chaqlab qapti? Necha yildan beri kuyog'li Sulton Uvaysxonni himoya qilib, hukmimizga sarkashlik qildi. Saltanatimizga itoatgarligini sunishdan bosh tortdi. Mana endi ozg'ini o'lpon pishkashlarni dastak qilib, do'stlik, sadoqat, vafo, adl adolatdan so'z echibdi. Navrisining taxt saltanatini so'yib ep berishimizni o'tinibdi. Muddasi ikki elni yig'liq patqiqqa patirib qo'yib, o'zi ordan naf olmoqchi. Men bundaq sanamga oldirab dasimayman. Ol Amir Shayx Nuriddin xabarsiz qolmasinki, navrisi Yunusbekni to'rg'oq hisobida tutib qoldi. Navri lozim bo'lsa dargohimga o'zi kelsin. Ya'ni shunimi bilib qolsinki, qilib qolgan o'lponlarni darhol avassin. Bo'lmasa o'zim berib ep kelaman. Tuzgan planlarining fosh bo'lib qolganligini sezgan amirlar lom jim diyamadi. Mirza Ulug'bekka o'zining qudi ekanligini eskartishni ko'ngliga tutgan İrazan barın bu niyetidan darhol yoltaydi. Xo'sh degunicha yavaşlik bilan qo'l bog'ladi. Ep kelgan o'lponlarini topshirib olib, elchilarni ustib qo'yinglar, dedi Mirza Ulug'bek. İrazan barın bilan Mirak Turkman izzatsiz kishilar qatorida muomalaga uchrab qo'g'langan bo'lsa-mu, boshlarining omon qolganiga xush bo'lishib, Mirza Ulug'bekka ta'zim qilganicha chiqib ketishdi. Mirza Ulug'bekning hukmidan rozi bo'lgan Samarqand shahar hokimi Mironshah To'rga mamnunlik bilan hijaydi. Mirza Ulug'bek İrazan barınga qilgan qattiq muomalasidan amdilikda biroz xijil bo'lib qolgan edi. Shundaqdimi o'ziga tasalli berib, ko'nglini ovuntirishga tirishayotdi. Hech qisi yo'q. İrazan barın dargohimga qudu salohiyati bilan emas, og'isi Amir Shayx Nuriddinning hukumat elchisi salohiyati bilan kelgan. Shuni uningga mushundaq muomala qilishim zarur. Saltanat ishlari bilan urug' tuqqandarchilik munosabatini aralashtirib qo'ysam yaxshi bo'lmaydi. Aslida uning bu elchilikni qabul qilish xato bo'lgan. Balkim mendan quduliqning yuz xotirasini qilishimni tama qilgan bo'lg'iydi. Ammo ikkisi ikki ish. Har ishning o'z yo'lida bo'lgani yaxshi. Aqli bo'lsa to'g'ri tushuna. Elim yuz xotir qildim. Amir Shayx Nuriddinning qilgan sarkashlik uchun
elchilerini koltekletib qovlasam haq edi. Shu esnada Ko'ksarayga oldirab kirib kelgan Ostoni Yotishbegi Mirza Ulug'bekning xiyolini bo'lib, ma'lum bo'g'ay degunicha qo'l bog'ladi. Ostoni Yotishbegi degani poytaxtning soqchi boshlig'i deb izohatdi. Xo'sh, dedi Mirza Ulug'bek. Bir top so'pi darvishlar rasadxona qurilish o'rniga yana to'plashyapti oliylari. Mirza Ulug'bek g'azab bilan o'rnidan turdi. Rasadxona qurilishiga qilingan har qanday to'sqinlik Mirza Ulug'bekning g'azabini qo'zg'aydi. Shu daqiqada u rasadxona qurilishi o'rniga berib, johil so'pi darvishlarning g'avg'osini o'zi bevosita besiq turish niyatiga kelgan edi. Shahar sirtidagi o'l Mo'g'ulistonliklarni qandoq qilamiz oliylari? So'radi Miranshah To'rg'a. Silich qandoq qilsak bo'lar? Meningcha, ular bekor ta'minot tayin etib gelini baqsaq, xonzodasini Nazarbandga og'anligimizni bilib qolsa, to'plan ko'taramikin deyman. Rasadxona qurilishi o'rniga berishga oldirab qolgan Mirza Ulug'bek o'ylanmayli javob berdi. O'zlari bilib bir taraf qilsinlar. Mirza Ulug'bek bir qancha amir sipohlarni boshlab ko'hak tepaligiga qarab mangdi. Ko'ksarayda qilib qolgan Miranshah To'rg'aning gulqaqalari echilib ketdi. Enisi Sotiqxonning o'limi sababli Mo'g'ulistondan kelgan har qanday odamga o'chmanlik qiladi. Shunga yaqindan beri Mo'g'ulistondan kelgan savdogarlarning Samarqandda savdo tijorat qilmoqli emas, jon saqlamoqmi tas bo'lib qolgan edi. Miranshah To'rg'a lashkar boshlab chiqib, shahar sirtidagi zo'r umid ishonch bilan saqlab turgan begunoh Mo'g'ulistonliklarni oila jamoat bo'yicha bo'linib, bir-birlab shaharga kirishga buyurdi. Ondan shaharga kirganlarning orasidan qoramiga yetgan erlarni ayirib qamoq qirvatdi. Ayollar va bolalarni lashkarlariga o'lja hisobida ulashtirib berdi. Bu mudhish qirg'inchilikdan kechikib xabar topgan Mirza Ulug'bek qattiq afsuslandi. Garchi Miranshah To'rg'ani xeyli ayblagan, ochiqlangan bo'lsa-mu, jazoga buyurmadi. Mushu qirg'inchilik sababli o'zini aybli hisoblagan Mirza Ulug'bek Nazarband qilingan Xonzoda Yunusxon bilan qayta ko'rishishni xohlamadi. Vujudini xijillik tuyg'ulari chirmab olgan edi. Tunji ko'rishdila Xonzoda Yunusxon uningda chunqur ta'sirot qoldirgan edi. Har qitim Yunusxonni esiga olsa, uning sabiylik chiqib turgan chiroyi, aql-farosat chaqnab turgan ko'zlari, tamkinlik, salmoqliq chiqib turgan qomati ko'z oldiga kelib, Hirotdagi dadasi Shohrux Mirzaning o'rdisida turayotgan cho'ng o'g'li Abdullatifxonni esiga soladi. Tarbiyalanishiga, axloq fazilatiga, yurish turishiga qattiq talab qo'yganligi sababidanmi o'g'li Samarqandda turishni xohlamay Hirotga buvisining qishig'i berib olgan edi. Mirza Ulug'bek bu cho'ng o'g'lini seg'inatdi. Istiqbolidan voyim yetdi. Uning ravrus tarbiyalanib, har xil ilmlarda kamolatga yetib, kelgusida toj taxtga varislik qilishni orzu qiladi. Ammo o'yin tomoshadan boshqaga havasi yo'q, quruq so'zlab bu xonzodasidan qattiq umidsizlanadi. Dadasiga pat-pat maktub yo'llab, o'g'lining ahvolini so'raydi. O'g'lini bir necha qitim Samarqandga qaytarib kelmoqchimi bo'ldi, lekin Hirotga avatgan amirlari quruq qo'l qaytib keldi. O'g'li Abdullatif Mirza dadasining qishir qaytib kelishini qat'iy rad qilgan edi. Mushularni o'ylasa, butkul bir elni idora qilishga qurbi yetgan Mirza Ulug'bekning o'g'lini boshqarishga kuchi yetmay yuragi echishatdi, hasratlanadi. Dadasidan vatanidan ayrilgan Xonzoda Yunusxonning aqlliligi, eg'ir besiqligi, ham farosatligi, qo'lidan ketgan taxt saltanatning g'amini yeyishi yuragidagi hasad o'tlarini lovultatibdi. O'z o'g'li bilan Yunusxonni selishtirib o'tirgan Mirza Ulug'bekning kollasiga tuyuqsiz bir xiyol keldi. Shundoq qilay, bo'lmasa. Xonzoda Yunusbekni Hirotga, otamning dargohiga avatay. O'g'lim Abdullatif Mirza bilan birga tarbiyalansin. Davomli birga bo'lsa, o'g'lim uningdan fazilat o'rganar, ta'sirini qabul qilar. Yunusbekni Samarqandda tutib qolganimning nima foydasi?
bu dərgahda turayversə, onun bilan görüşsəm boladı. Görüşsəm, əmraqlarının beşiği kelgan qırğınçılıq ofatni qandaq tushundirman. Ko'zimdan yer tursa, men bu vicdan azobidan oz to'liq qutulib qolgandekman. Nimalar degan bilan uning yeshi kichik. Bir saltanatning tizginini o'zi mustaqil tutib turolmaydi. Avval tarbiyalangach, sal cho'ng bo'lsin. Shu chog'da bahodir sarkarlashganlarim bilan Mo'g'ulistonga yo'lga solay. Talpingan toj taxtini ep beray. Mirza Ulug'bek muddasini Yunusxonga gap agitmay udulli bayon qildi. Yunusxon o'z bilan birga kelgan shuningga yaqin hamrohlarining beshig'i kelgan qismatdan xabar topgan edi. Mirza Ulug'bekning maqsadini anglab, damalliq javob bermadi. Lavlarini tishlaganicha beshini tuvan soldi. Mirza Ulug'bekning taklifiga yo'q desam, Samarqand ordusida Nazarbandda tursam bo'ladi. Balki meni Nazarbanddan ozod qilib, erkimni ixtiyorimga berar. O chog'da nagimi borarman? Turkistonga. Onamning qishig'i borsam biror cho'ng ish tavirtalishi mumkin emas. Uning ustiga Turkiston amiri bo'lmish boboy buzrukmi? Hamda Mirza Ulug'bekka sarkashlik qilolmaydi. Uning Mo'g'ulistonga lashkar tortib taxt saltanatni epbagidek mag'durmi ham yo'q. Taqdir qismat meni bu dargohga akagan ekan. Mirza Ulug'bekning peshig'i mahkam esiladi. U rost aytadi. Yeshim tex kichik. Mo'g'uliston tasarrufini ilkimga olgan taqdirdami, saltanat tizginini mahkam tutib tura olishim notayin. Amirga bir Saydali olibli bo'ladi ekan. Menga xotirjamlik yo'q. Turpan taxtigohidagi boshqa amirlarni Saydali olibdan yuz o'rib, meni qo'llashi notayin. Bir necha vaqt fursat kutay. Onungacha cho'ng bo'lib olaman. Turpan xonlik madrasasidagi ustozlarim Hirotni olim o'limalar joylashgan ilm dargohi deb ta'riflashadi. Mush fursatda ol dargohga berib ilm tahsil qilay. Taxt saltanatni mustahkam tutib turish uchunmi ilm o'rganmay bo'lmaydi. Xonzoda Yunusxon xiyoldan bosh ko'tarib, o'zidan javob kutib turgan Mirza Ulug'bekka qaradi. Va'dasida turmay, turli bahonalarni ko'rsatadigan odam mard himmatli kishilardan sanalmas. Ammo adolat panoh oliylarini lavzida turadigan himmat egisi deb bilaman. Vaqti qarali kelganda Mo'g'uliston saltanatini ilkimga erishim uchun himmatlarini oymasliklarini umid qilaman. Mirza Ulug'bek Yunusxonning o'zidan va'da talab qilayotganligini bilib, yana bir qitim hayajonlandi. Nimancha aqlli yigit bu. Kelgusida cho'qim shoni shavkatlik saltanat egalaridan bo'lib chiqqidek. Xotirjam bo'lsizlar, Xonzoda, dedi Mirza Ulug'bek javob berib. Kimiki komil odam bo'lishni xohlasa, ham olim, ham omil odam bo'lishni ko'zlamagi kerakdir. Omil degani amal qiluvchi degan gapkan. Avval Hirotga berib ilm o'rgansizlar. Vaqti kelganda qurbimning yetishicha yordamimni ayamayman. Balkim bu ish tili, dini, yiltizi, qavmi bir bo'lgan ikki elning abdil abad do'stligiga sabab bo'lsa ajab emas. Shundoq qilib, Mirza Ulug'bek Xonzoda Yunusxonni Hirotga yo'lga soldi. Uning ahvolidan maktub yozib, dadasi Shohruh Mirzani xabarlantirdi. Shohruh Mirza o'g'li Mirza Ulug'bekning Yunusxon va uning hamrohlariga tutgan muomalasidan qattiq norozi bo'ldi, aybladi. Yunusxonga navrisi Abdullatif Mirzaga qilganiga o'xshash otalarcha muomala qildi va uni Hirotdagi mashhur olim, tarixchi Sharafiddin Ali Yazdining tarbiyasiga topshirdi. Aslida ilm xumor Xonzoda Yunusxon vujudini cho'lg'ab olgan taxt saltanat vasvasasini vaqtincha unutib, butun asyoli bilan ilm tahsil qilishga kirishib ketdi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushayakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.